Bu videoda ayollik iffatini yo'qotgan yangi kelinchak eriga xiyonat qilib, erkakning fohishasi bilan zino qilayotganiga guvoh bo'lasiz. Yoshlarga va ko'ngli bo'shlarga videoni ko'rmaslikni tavsiya qilamiz. Ko'rishni boshlagan bo'lsangiz esa asabiylashmasdan videoni ko'ring. Ayniqsa oilasiga xiyonat qilayotganlar albatta sizlar ko'ringlar. Achchiq bo'lsa ham aytaman, bu dunyo qaytar dunyo. Bugun siz xiyonat qilyapsizmi? Ertaga sizni yaqinlaringiz albatta xiyonat qilishadi. Ishonavering, bu haqiqat. Ushbu videodagi xiyonatchi kelin va erkakning fohishasi o'rnida sizni yaqinlaringiz bo'lishini istamasangiz, birinchi bo'lib xiyonat va zino qilishni to'xtating. Shu bilan birga ushbu video mutasaddi xodimlarga yetib borib, shu va shunga o'xshagan xiyonatchi va fohishalar jiddiy qonuniy jazolanishi uchun like tugmasini bosib, o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Alo. Alo, Xo'sh, yaxshimisiz? ha, rahmat. Nima gaplar? Tinchlik. Kecha keyin telefon qilib olmadingiz a? Unda men tashqariga chiqib turdim. Ha, endi xotirjamisiz yo? Xotirjamman, ishxonadaman. Ha, shunaqami? Shunaqami? Hech kim ham oldingizda? Hech kim yo'q. Kecha rosa qiziqib qoldim-da sizga. Nimaga? Gaplaringizga shotman devona qilib qo'ydingiz a? Qandoq qilib? Bilmayman, qanaqadir siz kechadan beri o'ylayapman. Rost? Nima bo'ldi? Bilmayman, juda qiziqtirib qo'ydingiz a? Qandoq qilib? Bilmayman, boshdan aytib bering kechagi gaplaringizni. Qaysi gaplarim? Kecha gapirgan gaplaringiz. Kechaga nima ovqat yeganim esimda yo'q-ku. Yaxshi eslaysiz-ku, nima qilasiz? Men jinni qilib nima qilasiz? Siz yaxshi eslaysiz-ku, ayting. Yo'q. Ha. Men sizga savol berdim, aytdimki, yosh bo'lsani qizi rosa bir-biringizga to'ymaydigan mahallani shekilli desam, boshqa o'zingiz gap boshlab oldingiz. Ha. Tushunasiz? Ha. Xo'jayinim nima qilishlarini? Ha. Manmi? Ha. Og'zimga olib so'raman, Ha. yalayman, o'zim tikaman, Ha. o'zim qilaman. Ha, endi kelamiz gaplashib endi haligi o'tidagi paddani ko'tarib xotirjam gapiraylik, qo'rqmasdan. Boshda deganimdaki o'zim qilaman deb aylantirasiz. Ochiq so'zga gapiraylik. Aytaman-ku. Ha. Nimaga endi o'zlari qilmaydi? Ba'zida manikini xohlardim. O'shanda o'zing qil deydilar. Ha? Masalan, Ha? erimcha oladi. Ha. Qanaqa qilib boshlaysiz, aytingchi? Manmi? Ha. Birinchi qilayman. Ha. Siypaman. Turaydimi o'shanda? Ha, qo'lim bilan o'ynab massaj qilaman. Ha. Uni turgandan keyin yalayman. Oldin bir marta to'g'ri bundoq qilishni olasizlarmi? Kishi olasizlar? Yo'q, men boshlamayman. Kishi yotaveradi. Qanaqa qilib boshlaysiz? Yalayman, silayman, so'raman, massaj qilaman. Undan keyin tikka bo'lib turadi. Ha. Tikka bo'lgandan keyin men chiqaman ustilariga. Ha. Chiqib, Ha. turadigan joyga to'g'rilayman. Qayga? Hammamga. Ha. Bu yerga to'g'rilab, o'zimni o'sha yerga sekin enggashtiraman. Qo'ziq o'tiraman-da. Ha. Ha. O'tirganimdan keyin o'zim o'tirib turaman ustilarida. Yotaveradi. Ha, keyin tez o'tirib turaman. Keyin urug'i chiqarib olaman o'zim. Qayga chiqadi olasiz? Ichimga. Ha? Ichimga o'zimga. Nimani chiqarib olasiz? Urug'larni. O'zim harakat qilib. Pastgami, og'izgami? Og'zimga ham olib yutganman. Ha, yo'q-a. Ha. Qanaqa bo'lyapti? Yaxshi, normal. Boshqa kishilar hech qilmaganmiz? Boshqa kishilar hech qilmaganmiz? Nimaga? Nimaga endi so'radim, qo'ydim-da. Qilganman. Kim bilan? Melis akam bilan. Kim u Melis akangiz? O'zimga eski tanishim. Oldin qizligingizda tanishmisiz? Nima? Qizligingiz? Ha, qizligimdagi uka bo'lib yurganmiz, keyin turmushga chiqqandan keyin. Ha? Qizligimizdagi uka bo'lib uchrashib yurardik. Qizga eti tekkandan keyin bir marta bo'lgan. Nima, eringiz turmaydimi siz shunaqa qilmaganingiz? Turadi. O'zi turadimi? Ha. Bir chiqqandan keyin uxlaysizmi yo? Men to'g'risini aytaymi, menga kirish bersam to'ymayman. Yo'q.
qoniqmayman. Men bir restoran turg'izib qo'yadiganman-da, o'zi shunaqa odatim o'zi. Men hayron qolibman, to'ymayman deganingiz. Kres olib ham to'ymaganman, 3 res olib ham to'ymaganman. Nimaga endi shunaqa? Bilmayman. Mazasi yaxshimi sizga, yoqadimi? Yo'q. Ha, bir ikkalamiz ko'rishamiz. Bo'lmasam bir menikini ham yeb qo'yingchi. Qachon? Mana o'tozman shu hafta. Qachon qaysi o'tozim? Ertaga ko'rishib qoladi. Ertaga bizda kollektiv o'tirishdi. Yig'ishdi, kollektiv o'tirish. Eringizni qarang, orqaga ham qiladi siz. Ha? Qanaqa qilib qiladi orqaga? Orqaga men to'nqay beraman, shunda sayyadim. Kengayib ketmaganmi? Voy, hadeb olerman aka. Ha. Ba'zi. Yo'q. Qanaqa narsa? Siz o'shimi siz eshitmagan o'shimi ma'lum. Tasavvur qilibman. Qanaqa narsa sizda ham o'zi tasavvur qilolmayman. Nima deyapsiz? Gaplaringizdan qiziqtirib qo'ydingiz, men o'zingiz. Yo'q. Bo'la qoling, tezda sizga gapiring, ana shunaqa chiroyli gaplardan eshitgim keldi. Ketib qoladi, o'zi taqqizlan. Yo'q, men istab ketmayman. Просто endi qachon kelishingizni kutaman, sabr qilaman, shuncha sabr qilaman. Umuman menga narsa qilmaganman deganlar bilan. Kim bilan bo'lgan? U yerda xotinim bilan bo'lganman, xolos. Boshqa hech kim bilan? Yo'q. Yo'q, bo'lmagan. Qarangi, nimaga endi shu narsa boshlanish, qayerdan boshlanib ketdi? Eringiz o'zi majburladimi o'g'zingga oldi? Ha. Menda xohishbaga. Nima uchun? Bilmayman, o'zim diskda ko'rib, xohish paydo bo'lgan. Diskda ko'rib paydo bo'lgan. Shunaqami? Xo'jayinim bilan disk ko'rganmiz. Ha. Qanaqa disk? Ashana birga bo'ladigan. Seksmi? Ha. Ha. Ko'rganman, undagi narsalarni ko'rib, menda xavf paydo bo'lgan. O'shnoq qilsamchi deb. Nima degan? Jinnimisan deganlar. Keyin o'ylayotganlarda masta shekilli bilan yechib, tilim bilan yarab so'yganman. Jin turing debki. Qoch deganmi? Ha, jinnimisan deb so'kali. Aytdim yo'ting deganman. Chiyimdagi o'zlariga ham yoqib qo'ygan. Endi masalanda endi o'zi og'zingizga olsangizda, orqaga qildirsangiz, menga qildirasiz, to'g'rimi? O'pishaveradimi? 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 Ha. Ikkalamizmi? Ha. Haligi militsiya ham orqaga qildimi yo qilmagan? Qilgan. Yo'q. Bir marta. Ha. Qaysinisi maza aytingchi? Qaysinisi maza bo'ling? Orqada ham ichizga boradi, bo'lmi? Oldinda ham. Ya endi o'zini bilasiz farqini, endi masalan kiyadan yeb ko'rgansiz, o'zidan ko'kradan ham yeganman desa, yolg'on. Yo'q, ko'kradan yeganman biroz. Ko'krak katta-kattami yo? O'rtacha, normal. Ha, shunaqami? Qaysinisi maza? Har qalay toshda, hali yumshab ulgurmagan. Yo'q. Lekin qaysinisi maza aytingchi? Qaysinisi maza deyman? Orqa maza? Qanaqasiga maza? Qanaqasiga maza? Qanada ichizga kiradi-da, ichidagi narsaga xuddi bir narsa kirganda bo'lib. Pastga kirsa unaqa bo'lmaydimi? Ustiga. Bo'ladi-da ya. Ha. Unda qanaqadir boshqacha. Qanaqa masalan aytib beringchi. Nima desam bo'ladi masalan? O'zingizda qanaqadir o'zgarish sezasiz, orqaga kirganda. Masalan, xo'jayinimniki yo'g'on qalindi. Yo'g'on. U shunaqa qiladiki, umuman narsa qilaveraman. Narsa qilaveraman, qoni qolmayman xolos. Qanaqa qilasiz kirganda? Qanaqa o'z qilasiz? O'g'riydi-ku, o'zi bilasiz. Ha? O'zi bilasiz. Aytingchi. Ben şarkıyı kıramam. Koçin deyman ba'zida. Yo'q, hech narsani olmayman. Axir qo'shilishdan oldin to'g'rat qiladi-ku inson. Shunaqa yo'q, endi aytaman-da. Masalanda, siz bir pasda kelib ketsa kerak, masalan, og'izga
qilgandan keyin. Yo'q, unaqa mahalla o'zlari kelayotgan mahalla o'zlari sal pastga oboradilar. Ha? Pastga oboradilar. Men ham disk ko'rganman-da. Bir-ikki disklarni ko'rganman-da. Bir marta olganman, shuni qolganmanki, haligini yutib maza qilganman. 4 marta. Militsiya akamniki. Ingichka uzun ekan. Unda ham maza qilganman. Xo'jayinimniki yo'g'on, normal o'rtacha. Yo'q. Hurmatli do'stlar, sizlarga mana shunday g'arbning erkin so'z demokratiyasi kerakmidi? Menga kerak emas. Agarda sizni yaqinlaringiz mana shunday iymonsiz fohishalarga aylanib ketishini istamasangiz, qadriyatsiz g'arbni va g'arb demokratiyasini targ'ib qilib, bizning qonunlarimizni tanqid qilib, milliyligimizni qoralayotganlar ustidan huquq-tartibot idoralariga yozib bering. Ularni jiddiy jazolashni talab qiling. Sog', salomat bo'ling.